obunachilarimiz xudo xohlasa mana shuna buqadan uyimda 10 tadan bo'lsin deganlar. Betadan lakni bosasizlarda, lekin bu buqaga netchi mana. Turishini ko'ringlarchi akalar. Mana qaranglar, kattaligini. Hammaga assalomu alaykum. Musobek uz kanalining hurmatli obunachilari. Mana bu haftani akalar, juma kuni hammaga juma ayyom muborak bo'lsin. Jumani erta tongidan xudo xohlasa katta buqani sizlarga to'g'ib qo'ydik. 3 bosh bir dehqon akamizdan buqalar bor. Xudo xohlasa chiroyli qilib videolar chiqarib beramiz akalar. Ana ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib ketsanglar, sizga obuna bo'lasizlar. Bizda har kuni yangi videolar chiqadi akalar. Ana shuna buqadan bo'lsin deganlar laykni lekin ayamisizlar. Buqani kilosini yozib ketinglar. Necha kilo chiqadi shu buqa tirik vazniga? Xudo xohlasa kommentariyada fikrlarini kutaman. Bo'ylari qancha chiqadi dehqonaga endi buni? Bilmadim uka, shu 1.45 bordir. 1.45 kamida xudo xohlasa. Oldi lekin juda vaqt ekan. Kilosini aytib qo'yish yo'q lekin obunachilarimiz Bilmayman, o'zimiz ham o'zimizga dehqonchilik. bo'ldi. Hozir buni go'shtga topshirib yuborganim uka. Sharkada bu mol hali ketadigan mol, o'shanga boqadigan odam bo'lsa uka. Ayoqlari ham faqat nima qilib o'tirmaymiz hali. mana shuni albatta yozib ketinglar vesini. Turuvda qaranglar akalar, turuvda. Oldini qaranglar akalar. Mol juda katta mol lekin bu. Videoda qanaqa ko'rinadi, qanaqa yo'q-ku. Narxi qanaqa beramiz dehqon akamni? Aytdim, 43 millionga vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman o'zim. Oba beraverasiz. Ha, biz hali o'yin qilishni bilmaymiz, dehqonchilik hali buncha qilib nimasiga 50 million xayriga o'tib beraman. O'shanga maqsad sotish, o'shanga pul kerak. Aha. Mol uni go'shtga topshirib olgani jalkada bu endi o'zgarishga keldida katta mollar. O'zingiz ko'rib turibsiz-ku. Yo'q, kattalikka katta. 210, 220 chiqib qoladi. Kattaligiga katta ekanchi. Misol. 43 million ha? 43 million. 43 million. Aka o'lti berilgan joy bormi o'zimiz? Yo'q. O'shanga ikkita kichkina boqmayman, bitta zo'rini boqaman degan ovudamga xudo xolasa tushaveradi. O'zim kecha ko'rdim, 260 kilo kim etdi haligi mollar. 23 million, 23,5 million olib chiqib ketdi. Misol. Tirik vazniga? Ha. Uni shunaqa ikkitadan ko'ra bitta shunaqangina agar sharoiti bor odam tashab qo'ysa zo'r bo'ladi. Bari ketadi. Dakasi yangi yilgacha boqilsa, ketaveradi. Iloji bo'lsa yana bir 5-6 oy boqsa bo'ladi, tonna 200 bo'lib turgan mollarda toza. Oyoqlari ham baqot ekan lekin. Ha, oyoqlari ham hali yosh-ku. Mana bitta ham bor aka. Ikkita. Keyin bu ikkitani ham sotadigan bo'ldi, aytdim-ku. Mana bu ishlarni silios yemlardan kunjara berasizmi, nima berasiz? Bular hozir bug'doy yorma, makka, keyin arpa yeyapti. Kunjara shart bas o'zi shunga ham yaxshi o'zgaradi. Mashina zo'r ekan, bitta o'zi. Chiroyli mol ekan. Aytyapman, bu ham ko'cha, bu даже zotga ham to'g'ri kelaveradi. Necha pul aka bular narxi? Yuvosh ham o'zgarishi zo'r bo'lyapti-da uka, ham yosh. Oyog'ini qarang. Oyoqlari zo'r. Ham baquvvat. Tashlayman deyapti. Joylarim sotaqligi uchun ham sotyapman. Tushunarli aka, tushunarli. Bularga ham shu o'yin qilib o'tirmaymiz. 51 millionga ikkovisini vodiy bo'lib dastavka o'zim qilib beraman. O'z mashinada pulini berasiz, o'lkalasini olib beraveradi. Shunaqa. 51 million so'm. 51 million. Donaga olishsa-chi qarang. Aytdi-ku bitta gapda, bularda akalari bor edi, bilsangiz o'zingiz bilan video qildik, esingizda bo'lsa, qo'yonga sotdim. 5,5 oy boqib, bittasini 40 millionga, bittasini 36 millionga sotdim. 5 oy boqib. 5 oy boqib, 40 millionga 36 million. 5,5 oycha. O'zgarishi zo'r bo'ldi. Xudo xolasa tavsiya qilib qolaman sizlarga. Qildim aka dedim, mollaringizdan xursand bo'ldi u ham. Bu ham inshaalloh o'sha firmadan olingan mollarda uka. Bitta evajicha shoqqa. Faqat shoqqa mo'yni u. Muammo emas u. O'zgarishi yaxshi bo'lib tursa. Zo'rmi? Zarurat uchun bu narsa sotilyapti. O'zi obunachilar, boqsa obunachilarimiz vaqti zo'r bo'ladi. Juda yaxshi holatda rosa boqiydigan. Donalar olishsa-chi aka?
donaga uka nima qilsa aytdimu, donaga jinday qimmatga to'g'ri kelib qoladi. Mana bunisini 28 qilib beraman, bunisini 26. 26 ga 28 narxi. Mana hali 400 kilo oshiq ham kelib qoladigan mol baquvvat ko'rib turibsiz. Hali buzov tukuni tashamagan hali. Mollar hali yosh. To'g'ri aka. O'zgarishi nima? Ko'chati zo'r. Bizda maqsad sotish, shunga 51 millionga o'zim dastlabki ham qilib beraman. Ikkita zo'rini boqaman degan ish qilib. 25 million kichkinasini olgandan ko'ra ikkalasini, ha? 25 million deyapti-yu, 220 kilo живой vesiga kelayotgan. Shunaqa ko'chatlardi. Bilatorisiz. Yo, to'g'ri. Mana 400 ga borib qoladi, bu 370, 380 kelib qoladi. Lekin mana bag'dan oling, bular вообще hali yosh bo'ladi. Yosh, to'g'ri. Ular ham yosh, ham irik mollar. Qarang, oldini bo'luvchisini ham. Oldi baquvvat ekan mollardan. Haqqasi ham baquvvat mollar. Mana uni rasa boqadigan ekan. Ko'p boqish kerak mana shuni. Zo'r pul bo'ladi, xudo xolasa. Sotaman keyin deganlar, hozir boqib. Boqsa ish qilvozi. Gazini ham qarang, uzunligini uka. To'g'ri. Misol mol turishlar o'zingiz ko'ryapsiz, 300 kilo, 320 kilo kelayotgan shunaqalarni 28 million deyapsiz. Ularni bu darajaga keltirish uchun 3 oy boqishingiz kerak. Cho'yda bo'lmaydi aka. To'g'ri. Ko'rib turibsiz, bellari qalin uka misol. Yo'q. Bo'lsa, ko'ya yaxshi ketyapti. 50 millionga bermaysizmi ikkalasi? 50 ga to'g'ri kelmaydi. Qancha 50,5 ga berasizmi? 51 millionga o'sha dastlabki mayli qilib beraman. Ana o'ylanib o'tirishmaydi. Bo'ylarni tikilamini. O'yin yo'q hali. 29 million xayriga o'tib beraman, hali 100 ming o'tib beraman, 50 ming o'tib beraman yo'q. Biz uni ish qila olmaymiz, biz dehqonmiz. Shunga mana o'zingiz ko'rib turibsiz uka. Bo'y necha kilo? Bo'yi 20 ga boram, bormaydi. 25 keladi uka. 20 plusdani. Olgan odam baraka topsin. Shunaqa. Yeyishi zo'r, xudo xolasa. Odam baraka topadigan narxdan aytyapmiz uka. Aha. Aytdim-ku, bularni sherigini bittasini 40 millionga sotdi, bittasini 36 millionga sotdi. Boqib turib aytsa, 5 oy, 5,5 oy boqib. Mana buni oling, bo'ynini ko'targanda mana bo'ynilari ham bordi uka bularni. Yo, aka molingiz baquvvatansa. Rasa boqadigan ekanda. Siz holatda bular. Boqadigan paytda sotib olyapsiz aka. Hali boqa. Rasa o'zgaradigan. Shunaqa ekan. Onasi ekanda. Kerak bo'ldi, boshqa bo'ldi. Sotyapmiz. Bo'ldi aka. Mash zo'r ekan. 28 dedingizmi shuni o'zi? Ha. 28 million. Bitta olishsa, mana 28 million. Bo'ldi. Obunachilarimiz bu yoqqa oladi. Nima olib turganini bilsin misol. Keyin aytibman, buni qimmat mol o'zi. Oldi juda yo'g'onlashibdi. Mana desa kerak. Ham u hozir jalka boqib so'ygani uka. Bu endi ketyapti-da mol gazi. To'g'ri, tushunaman aka. Hamma tomoni zo'r. Hali belida buni hali tuxum turayotgan darajaga boradi-da. O'shanda buni bir aytaymi? Rasa bo'lsa yangi yilgacha boqish kerak-da. 3 oy bormi? 90 kun, 100 kun bor. Ha, shunaqa. O'shangacha selios topib kelishadi aka. Bosishadi uni gazi. Nima deysiz aka? Selios, seravun, makka qilib. Qani? Mana shunaqa puxlardan ham yegan aka o'zi mollingiz. Ha, mollar bulardan oldingi 2 tani oxirgida shu pux bilan tayyorlab sotdim-u. Haligi Rahmatjon o'zi bor, u video qildi-da, nimada bozorda. Mol takkillab ketibdi-yu degan o'sha mani mollar. Rasa zo'r semirganda, ha. Bu pux ham issiqlikda, ayniqsa qishda zo'r bo'ladi. Ichiga kirsa mol sovqatmaydi uncha-munchaga. Ham shulxani bir turida, shulxani mahsuloti haligi nimaga o'xshagan, bug'doyni kepiga, uniga o'xshaganda, u ham kepikka o'xshagan narsa. Bunday bo'lyapti obunachilarimiz. Bu yerda mollarni sotishyapti akalar. O'shaning uchun bu yerda yem ham ko'p ekan. Keyin shuni qo'yib yuboraylik, sotib yuboraylik deyishyapti. Qiziqqan obunachilarimiz bo'lsa, nechta tonna bor buximizni? Buxdan nima? Taxminan. 10 tonna bor. Ko'p olib qo'ygan ekansizda o'zi, molni ko'proq boqaman deb. Molni
bitta yaxshi tomoni bitta ovqat bilan molni boqsangiz oxirigacha Aha. keyin yaxshi semiradi uka. Yaxshi semiradi. To'qni nima qilsa mana kelib olib ketishaveradi. Hop. Buni pulini qancha qilib berasiz? 1200 dan qilib beraman. 1200 so'mmi? 1400 dan sotib tugatdim deyishdi. Bular tugab ketibdi ballarda. Besharg'lardan kelib olib ketibdi odamlar. Ularda u 100 tonnacha bor edi. O'zingiz video qilgansiz u ballarni ham. Bitta 10 tonnacha bor, xudo xolasa. Muallimga sho'rxaga, somonga aslında aralashtirib qo'shib bergan. Misol uchun, mana undan tog'orada somon degan bo'lsa, 4ta 5ta ezib turib tashlavorasiz, 1 kilo o'rtacha. Zo'r bo'ladi, hali. Ko'p bermasa, ozgina berasiz, so'zi qonni to'yadi molni. Shunaqa ham to'q tutadi, ham arzon-da, 1200 so'm. 1200 so'mdan. O'zlari kelib olib ketishaveradi. Ha, shunaqa. Makka, bundan ham bormi? O'zimizdan ham bor. Olib qo'yardingiz, mollar sotib turganini yo'q. Unda bas bu katta partiya bor, 200 tonna, 300 tonna bor. Makka undan, ha? Tozasi, xudo xolasa, yaqini. Qo'shilmagan haliga. Ayo, bordi. Endi harom xaraj qilinmagan haliga. Makka zo'r. Nima qilinmagan, ha. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Mana shu mollaringizga ham beryapsiz? Ha, bularga beryapman. O'shanga o'zgarishi ham zo'r mollardi. Puli ham qimmat bas, do'konlarga nisbatan. 3900 so'mdan kelib olib ketishsa qilib beramiz. 4100 dan dastavkasi bilan qilib beramiz. Shu atrofgacha-da endi. Beshariqqacha. Qo'qondan Beshariqqacha bag'i 4100 so'mga yetib boradi ularga. 30 kilometrga Qo'qon yon atrofiga qilib beraveramiz. Mana uningizchi. Agar misol Andijon nimadan kelayotgan bo'lsalar, mana yo'l kirolni qilib aylanib ketishadi. 3900 dan qilib beraman. 3900 dan ularga baribir 4000 ga tushadi-da misol. O'zini mashinasi bo'lsa kattaroq 2-3 tonna olsalar, buzuvchani puliga 3-4 tonna kelyapti. Buzuvchi ham 12 million. Shunaqa. Ancha yetadi shu bilan aka. 3 tonna 4 tonnasini anchaga. Bo'ldi, kiyman u. Bu ham shunaqa. Bu ham arzon qilib berilyapti. O'zi buni kami yo'qmi? Sotsangiz ham buni ziyon qilmaydi qolgan asli 1600 dan ham to'g'risi. Yo'q, to'g'ri. Ham quruq, ham yaxshi mahsulotda. Bizda endi hali aytyapman, bo'shatish mol yo'q bo'lgandan keyin turgani ham hali kerak, o'ta to'g'rimi? Buni kami yo'qmi aka? Bitta so'rab qo'y. Buni yo'q, kami. Buni-chi? 1200 dan kam. Buni ham shu oxirgi narxini. Oxirgi narxlar, imkon qadar oxirgi narxlar aka. Do'konlar bilan solishtirib ko'rishaversin. Men do'konda ko'rdim, Makkani o'zini 4,5 mingdan sotishyapti. Yo'q, to'g'ri, tushunaman aka. Bitta bu qilingan Makka. Tayyorda bu. Tayyor. Keyin somonimiz bor aytgancha uka. 1000 tadan oshiq somon bor. Kelib olib ketishsa 15 dan qilib beraman. 15 dan. Lekin somonlar razmeri katta uka. O'zim mana drabilkada chiqarib, bittasini chiqarguncha zerikib ketaman-da. Chiqar olguncha. Mana men somon sotib turgan ballarda ko'rdim, meni somonimni ancha kichkinani 20-25 dan sotishyapti. Yo'q, to'g'ri aka. Shunga kelib olib ketishsa 1000 tadan oshiq somon bor. 15 dan qilib beraman. 15 dan ham bera olasiz. Molni keyinchalik boqasiz kelar, shu bilan ham narsa sotib olaman, aka. Shunaqa. Hozir aytdim, pul kerakligi uchun. Pul kerakligi uchun. Joyimni ko'rdingiz, buzilib yotibdi. Joylar zo'rmas. Bo'ldi aka, tushunaman.